Semizlik bu faqatgina nafsni tiya olmaslik natijasida kelib chiqmaydi. Ortiqcha vaznning eng asosiy sabablaridan biri bu tushkunlik holatida bo'lish, xavotir, depressiya va stressli holatlar hisoblanadi. Emotsional ochlik, ya'ni asosan ayollarga mehr, e'tibor, baxt hissini yetishmasligi, shirinlik va yog'lik taomlarga bo'lgan xohishni ortishiga va natijada esa vazn yig'ilishiga sabab bo'ladi. Emotsional ochlik vaqtida shirinlik va zararli mahsulotlarning iste'moli insonga qisqa muddatli ruhiy holatni yaxshilash hissini beradi, qoniqish hissini beradi va oradan yarim soat, 1 soat o'tib yana ochlik hissi paydo bo'ladi. Shu tariqa taomlanish odati buziladi va semizlik rivojlanib boradi. Ozish jarayonida ruhiy, emotsional holatingiz yaxshi bo'lishiga juda ham ahamiyat bering. Aks holda ovqatlanish tartibini buzib qo'yasiz va aybdorlik hissi sizni yana tushkunlikka tushirib qo'yadi.